Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi Chorvador akalarimiz uchun o'g'irlarimiz optim holatda tayyor bo'ldi. Videomiz davomida shu o'g'irlar razmerlari, garelkalar, o'choqlar, atalaq qozonlar haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Videomiz dastavval mol o'g'ridan boshlasak, shu qalin variantdan ko'p akalarimiz so'radi. Shuning uchun yasab qo'ydik. Yarim tayyor holatda. Qalinligi 2 mm, konteyner tomlisidan ishlab chiqarilgan. Uzunligi 2.35, yeni 60-65 chiqadi. Katta buqalar uchun mo'ljallangan, ko'rib turganimizdek gabaritini. Bir taraf 2 marta qaytarilgan, ya'ni molni bo'yini kesmaslik uchun, nari taraf 1 marta qaytarilgan. Chuqurligi 34 atrofida chiqadi. Uzunligini aytib o'tdim, 2.35. Mana shunday holatda. Zangi yo'q, yamog'i yo'q, yaxshilarni yasashga harakat qildik. Mana. Ya'ni bitta og'ilimizni uzun qilib ulab ketgani juda ham qulay. 2.35 dan uzunligi. 10 ta olsangiz 23,5 metr bo'ladi. 5 ta olsangiz 11 metr oshiqroq. Bitta og'ilga juda ham mos tushadi. Bir donasi 180 ming so'mdan mana shu holatda qilib berilyapti. Ikkala yoniga list qo'shib beringlar desa, alohida oysimon qilib kesib beriladi. 35 ming so'mdan bir donasini. Bu yerda shu og'il qilamiz degan akalar uchun konteyner barcha materiallar bor. Ularni ham ozgina tushuntirib o'tamiz. Mana bu buzoq o'g'ir deyiladi. Uzunligi 2.35-2.40 gacha chiqyapti. Arqalisdan yasalgan. Mana ko'rib turganimizdek o'lchab ko'rsatamiz. Yana shu 43-44 atrofida chiqadi. Chuqurligi esa chuqurligi 25 atrofida. 30 ga bormaydi. Bu konteynerimiz arqalisidan tayyorlangan, yonlisidan emas. Buni yonlisidan qilingan varianti ham bor. Videomiz davomida uni ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganimizdek juda ham qalin. Uncha-munchaga eshilmaydi. Qo'ylarga ham bo'laveradi, buzoqlarga ham bo'laveradi. Narxi bir donasi 300 ming so'mdan. Og'illarimiz uchun chana mahsulotlarimiz ham bor. 6 ga otlar bir donasi 730 mingdan. Bu ham og'ilni naveslarga zo'r ish beryapti. Mana chanalarimiz 550 ming so'mdan. Mana enini ko'rsatib o'tamiz. 16 cm chiqadi. 16-17. Uzunligi 11.70. Chanamizda mana bu joylarda ham bor, ko'p holatda. Aloqaga chiqaversa bemalol. Mavzumiz chorvador akalarimiz uchun, ya'ni chorvaga moslashganlik uchun faqat chorvabob, og'ilbob narsalar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana bu 5 ga 10 profilimiz. Ya'ni og'il ustunlariga zo'r ish beradi. Bir donasi 115 ming so'm. 225. Mana bu 255 lik varianti, bu 125 ming. 115 mingga 125 ming. Mana bu turbalarimizni ham aytib o'taylik. Bu turbalarimiz shu mollarni bo'yniga, tepa qismiga qo'ygani og'illarga zo'r ish beradi. Zanglamaydi, chirimaydi. Sifati juda ham a'lo. Uzunligi 225, bir donasi 55 ming so'm. Aloqaga chiqaversa, uzunlari bor, ular 70 ming so'mdan, undan qolmadi hozir. Mana qovurg'a lagalarimiz ham bor, bir donasi 90 ming so'mdan. 8 litr istagan akalar uchun 8 litr ham bor. Tekislar beramiz 110 mingdan 115 minggacha holatiga qarab. Va mana bu yerda og'illarimizni tepa qismiga to'singa ham qo'yishyapti ulab-ulab. Lagalarimiz joylashgan, juda ham ko'p holatda. Uzunligi 2.30, bir donasi 85 mingdan. Sifat mana shu ko'rib turganimizdek a'lo. Aloqaga chiqaverasizlar. Hozir narigi ishxonamizga o'tib, shu jodi, garelkalarni ham tanishtirib o'tamiz. Ularimiz jodilar ishlab chiqariladigan ishxonamizga yetib kelib oldik. Mana bu aytib o'tganimiz 2 metrli buzoq o'g'irlarimiz. Endi 24 chiqadi. Ya 44 chiqadi, chuqurligi 23-24 chiqadi. Uzunligi 2 metr. Bir donasi 260 ming so'mdan. Mana bu o'sha mol o'g'rimizning ham eng katta variant 420 ming so'mdan. Endi 70, chuqurligi 38-40 chiqadi. Mana shunday ko'rinishdagi idishlarimiz ham bor. Kompotnitsa deyiladi. Bunda har xil suvga yoki loy qilgani, xohlagan narsani ishlatishingiz mumkin. Bir donasi 270 ming so'mdan qalinlikdan yasalgan. Oyoqlari bilan bor. Istasangiz turbacha ham qo'yib beramiz, suv tushib ketgani. Mana bu qozonimiz. 400 litrli. Tagidagi listi 4 lik, ya'ni olov yonganda erib ketmasligi uchun qalinlikdan foydalanganmiz. O'choqli, samovarniy formada 1 million 300 ming so'm narxi. Mana bular garelkalarimiz.
garelka. Bitta motor ulab qo'yamiz va videolarni ham qo'yib yuboramiz. Mana bu joydan havo chiqadi. Ko'mir hokasini mana shunday holatda yoqib, tezda, ya'ni yarim soat, uzoq 1 soatda mana shunday 300-400 litrli suvlarimiz, atalarimizni qaynatib berishga imkoniyat yetadi. Ideal holatda tovuq kataklarini ham tayyorlab qo'yganmiz. 10 ta tovuq bemalol sig'a oladi. Shipirlarni ham qo'yib beramiz. Mana shu holati 2 million so'mga bityapti. Mana bu joyda ozgina kichkinagina eshigi ham bor. Bu eshigi ochib turib, ya'ni tuxumni mana shu yerdan olishingiz mumkin. Katta eshigi narigi tarafda. Mana bu katta eshigi. Shipirlarni ham qo'yib beramiz albatta. Tayyor holatda 2 million so'mga chiqyapti. Garilkalarimiz, seplarimiz ham bityapti. Mana bu 270 litrli qozonimiz, tagidan o't yonadi. Xohlasangiz o'rab olasiz, xohlasangiz listdan o'rab beramiz, ozgina narxiga qo'shilib qoladi. Bir donasi 550 ming so'mdan chiqyapti. Mana bular jodilar tayyorlanmoqda. Jodi mahsulotlarimiz bityapti. Mana ko'pi bitib ham qoldi. Ko'rib turganimizdek, juda ham qulay, keskani. Optimiga 500 ming so'm to'lab beryapmiz. Aloqaga chiqsangiz kelishaveramiz. Pichoqlarimiz almazli diskdan tayyorlangan. Ko'rib turganingizdek qalin. Katta almazli disklardan kesib olingan mana. Shunday holatda. Sifatlari juda ham a'lo. Hurmatli kuzatuvchilar, shu videoda ko'rsatib o'tilgan mahsulotlarimizda qaysi biridan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pastdagi raqamlarga. Manzilni eslatamiz, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'i. Dastavkamiz yo'q, albatta qulayroq shopirlar topib beramiz. Like va kommentariy kutib qolaman. Rahmat barchaga.